Nakolat bilan zaksga qilamiz. Nakolat? Nakolat bilan zaksga qilamiz. Ha, choydan oling qaynata. Rahmat, rahmat. Aha. Choy. Xo'p, Qaynata, xo'sh. bitta iltimos bor. Xo'p, Yo'q demang. xo'sh. Avvalo eshitayda. Qizingizni bir 5-6 kun olib keting. Nega? Mashitimga kelib, dam oling, nega dam olsin, uxlang. Bizga boramiz dam olasan. Sizga borsam o'laman men, qaynarim dastidan. Shu ozgina makka poyani o'rsak bo'ldi, qolgan boshqa ish yo'q. Kemida hali eski guzar cholib qo'yish kerak. Shu boshqa ish yo'q. Men qarang, Ha, yangi yil kuni kechqurun nima qilaysiz? nima qilibman? Qo'yinga stalbani ushlab olib, Endi anaqa yangi bayram-ku, endi hamma tushunadi uni. yo mayli bayramlik bayram. Hop. Stalbani ushlab olib qo'shningiz Hoji Akbar chiqib, Ha, turing. Bobo, men sizni yuzga olib kiray desa, siz ham stalba ham gapiradim debsiz. to'g'rida ya. Ovoz salbadan chiqdi-da. Yo, bu yerga qarashga qaray desam yiqilib ketaman. Shuning uchun premo javob beraman. Bilasan, premo javob berib olaman. Qaynata, Ha. endi mana 2022-yil o'tib ketdi. Bugun Xo'sh. 2-yanvar. Aha. Shu endi mana yaxshi kunlar boshlandi. Xudo xolasa yaxshi kunlar bo'lsin. 10 million qarzingizni kechsiz bo'lmaydi. Vobbo. 3 yil bo'lib ketdi shu 10 million berganimga. Hali olamayman. Kelaveraman. Oyoq mana kalishlar yirtilib, mana 3 marta yangi kalish oldim. Tug'maganiga rahmat shu 10 millioningiz. Endi tug'maydigan qilib beruvdim-da. Nechta sigir tug'di 10 millionga? Har yili 2 millionni berganda qutulib ketarding hozir. Yana qizingiz jo'natishim kerak ekanda uyingizga. Xo'p, qachon olaman endi shuni? 10 millionni. Bitta savolda. Xo'p. Men shu zaksdan o'tganimda qizingizni ustada hamma ruchkada qo'yadi-ku qo'lni. Men qalamda qo'yganman qaynata. Voy palakati. Qarang lekin, Voy palakata. o'ylab gap. Hali bir borib tekshirib ko'rish kerak ekan. Ha, sizga o'xshaydigan haligi Amerikada bitta odam chiqib qoldi qaynata. Amerikadan chiqdimi? Ha. Ya, odamga o'xshaydi-da, ya. Qarang. Balki otam aylanib kelgandir Amerikani ham. Men bilmayman-ku endi. Qayerdan bilasiz? Bilmayman-da men endi. Balki u amerikalik baxt kelgandir qaynata. O'sha Sizlar nima deyapsiz qaynata? Qaynata? Ha.